Sizdan beri o'zimni fikrimni bildirib video qilganim yo'q, sababi sayohat shunga o'xshagan narsalarga o'zgartiryapman. Videolarimni o'zimga yoqadi bu narsa va so'kinganim yo'q, e'tibor bergan bo'lsanglar, chunki hayotda so'kinadigan odam emasman, faqat shu videoda obrazga yoqqan holatda prikol gaplar gapirardim. Lekin shunaqa Instagramda video reelslar chiqyapti, so'kinmaslikning iloji ashuncha oldindan sizlardan uzr so'rab qo'yaman va ogohlantirib qo'yaman. Dashi esli bola qalbida bir zarracha kir yo'q bola ham o'sha reelsni ko'rsa to'xtab qo'yib bir kamida jahli chiqadi. Ya'ni kimlar aniq hezalak erkak nomi bor gandonlar haqida gapiryapman. Menimcha ko'rmagan odamni o'zi qolmadi. O'tirib olibda hezalak pidarras kirisa, Dyson berdi menga yigitim deb turib qo'rqmasdan nabarat odamlarni provokatsiya qilyapti. Massiv odamlarni jahli chiqadi. Men bitta o'zimni nomimdan gapirmayapman. Men taniganki odamni nomidan gapiryapman. Meni lichkamga nechta reelslar keldi mana shu haqida. Aka fikr bildiring, mana pizdesga bu narsa deyin deb odamlarga yoqmayapti bu narsa. Nima? Uzr, men hech kimga hech narsa aql o'rgatish niyatim yo'q, lekin nimaga indalmayapti bu narsaga? Malayziyani oladigan bo'lsak, Adnapoly brak va Adnapoly bunaqa seksga erkak bilan erkak 20 yilgacha qamoq beradi. Yoki o'zini ayollardek tutgan erkaklarga juda ham katta shtraf yoki ularga yana qamoq jazosi beriladi. Uzr, men hech kimga hech narsani o'rgatmoqchi emasman, lekin bu narsa darshi ketaversa depopulyatsiyaga olib keladi. Odamlarda massiv stress uyg'onadi. Bu yaxshi emas-ku, o'zingizlar ham juda yaxshi bilasizlar. Xitoyda oladigan bo'lsak, psixologiyadan aql o'rgatadigan tuparililar rosa ko'payib ketgan oilalarda buzib amini chiqarib olyapti turganlar. Finans va shunga o'xshagan boshqa sferalarda aql o'rgatadiganlar ko'payib ketdi. Xitoyda diploming bo'lmasa, o'sha bunaqa narsalar haqida gapira olmaysan deb chiqarishdi, yangi anaqa qonun chiqarishdi. Endi bu narsa haqida gapirish niyatim yo'q. Hech narsaga qarshiligim yo'q. Prosta mana shunaqa направлениyalar bor-ku, shunaqa qilsa bo'ladi-ku deb gapirib chiqmoqchiman. Agar diplomi bo'lmagan holatda kimdir nimanidir aqllilik qilib chiqadigan bo'lsa, erkaklar bunaqa qilish kerak, ayollar bunaqa qilish kerak deb dahqo'yas chiqadi. $14,000 shtraf qilyapti hozir Xitoy. Agar o'zini anaqasi sferasi bo'yicha diplomi bo'lmasa, hozir bilan ayollar hamma yo'g'ini ochiq-sochiq yurib po'xuy bo'lib ketyapti, erkaklar hezalalashgan. Bunaqa narsaga propaganda, provokatsiya qilishini oldini olishga yordam beringlar. Qurbi yetadigan odamlar bu yaxshiligiga olib kelmaydi-ku, o'zingizlar ham bilasizlar. Bizni hech qaysi taraflama anaqamizga to'g'ri kelmaydi bu fikrlashimizga ham, ongimizga ham. To'g'risi gaplarimni rosa filtrlayapman, miyamga kelyapti, to'xtatyapman, chunki neto narsa gapirib qo'ymaydi. Bu bitta meni og'zimdan chiqayotgan gap emas, bu juda erkagi, ayoli hammaning nomidan chiqib turgan gap. Iltimos shu narsalar bir ko'rib chiqinglar. Shu hezalar, ko'tlar, psixologlar va boshqa shunaqa sohadagilarni mashnalar o'zini erkin tutib odamlarni ongini buzishdan to'xtatishga o'zingizlar yordam beringlar. 11, 12, 13 yoshga hali voyaga yetmagan bolachalar ko'radi o'sha hezalarni. Norma deb qabul qiladi-yu buni. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ertaga bilib uylanib farzandli bo'lishga qo'rqib qoldik. Qiz ko'rishga qo'rqardim, hozir erkak o'g'il ko'rishga ham qo'rqib qoldim. Bor-ku. Iltimos shu narsani bir ko'rib chiqsanglar, juda ham ko'pchilik nomidan gapiryapman, yaxshi bo'lardi. So'kinganim uchun ming bor uzr.